muhim bir masala haqida gaplashamiz. Ah, Va bundan keyingi impuls treninglarida bu mavzuni siz bilan to'liq, Xudo xohlasa, o'ylaymanki, bir 7-8 uchrashuvda yoritamiz. Mavzuyimiz bu ah, aytmasdan turib oldin bir aytib olaman bir narsani. Ah, Har bitta hamkorimiz, har bitta tarmoqli marketingdagi hamkorlarimiz muhtoj bo'lgan mavzu. Doim men komandamga kelgan har bitta hamkor, har bitta yangi farqi yo'q xususilikmi, men doim mana shu mavzudan boshlayman. И bu mavzusiz o'zi ish boshlashni o'zi noto'g'ri. Bu mavzudagi demak treninglarimni videosi ham bor. Lekin ular bilan impuls uchrashuvida buni boshqacha formatda o'tishni niyat qildim. Shuning uchun bugun maksimal darajada nima deydi, ilhom olish uchun tabiatni qo'yniga keldim, чтобы siz bilan bu haqda более подробно sizga maksimum buni nima deydi, ilhom bilan yoritish uchun. Mavzuyimiz nima? Muvaffaqiyatli start mavzusi. Muvaffaqiyatli har bitta hamkor kelar ekan bizni biznesimizda tezroq natijaga erishishni xohlaydi. Lekin bilasizmi, ko'pchilik bir xatoga yo'l qo'yadi. O'ylaydiki, o'zini hayotida yig'gan tajribasi, avvalgi uni yig'gan natijalari ko'proq sekinliklarga taalluqli. Chunki shunaqa sekinliklar bor. Men tarmoqli biznesda ishlaganman, men hozir boplayman deydi. Yo'q. Uni tajribasi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, xoh 10 yil bo'lsin, xoh 20 yil bo'lsin, kompaniyadan kompaniyaga o'tgan sekinlikmi yoki u deylik yangi hamkormi, albatta mana shu mavzuni boshidan muhokama qilishdan boshlash kerak. Ya'ni buni bizda eski sekinliklar uchun, ya'ni tajribali sekinliklar uchun refresh deyiladi. Refresh degani bu, ya'ni yangilab olish. Ma'lumotni o'zida, xotirasida yangilab olish. Yangi hamkorga esa bu mavzu birinchi bor yoritiladi. Farqi yo'q. Tajribali sekinlikmi u yoki yangi kelgan novichokmi u, yangi hamkormi? Ushbu muvaffaqiyatli start mavzusida yoritiladigan 10 asos mavzularini yaxshi tushunib olishi, bilishi kerak. Ko'pchilik mendan so'raydi, Sodiqxon Abdullayevich, agar tarmoqli marketing shunaqa oson biznes bo'lsa, bunda hamma instrumentlar bo'lsa, agar bu biznes siz aytgandek hammaga teng, barobar imkonli bo'lsa, nima uchun muvaffaqiyatga erishishadigan insonlar kam? Ayting, sizda ham shunday savol bormi? Agar bo'lsa, prosta like bildirib qo'ying. O'ylaymanki, bu savol bir marta bo'lsa-da hayolingizdan o'tgan bo'lishi kerak. Bir marta bo'lsa-da. Men sizga buni javobini beraman. Bunga men karra iqror bo'lganman bu javobga. Buni har kuni tuzataman. Birinchi albatta sabab bu muvaffaqiyatli start treningini o'zida emas. Albatta bu insonni o'zida. Biz siz bilan yaxshi bilamiz, ko'plab insonlar juda yalqov. Yoki yalqov bo'lmasa-da, mehnatkash bo'lsa-da, ular tez juda ham qo'l siltashadi. Ya'ni tez yengilishadi. Va buni любой sohadan olishingiz mumkin. Misol uchun, meditsina sohasida bitirgan demak mediklar, 100% mediklar, nima, hammasi ham meditsina sohasida ishlaydimi? Yo'q. Ularni demak 80% statistika bu boshqa sohalarda ish yuritadi. Atigi ularning 20% shu sohada professional olib boradi ishini. Yoki oling show biznes. Yoki oling mana meni kasbim.
shaxsan o'zim aloqa kasbini bitirganman, ya'ni telekommunikatsiya. Men asli bugungi kunda mana bu internetlarni, uyali aloqalarni, mobil aloqalarni servisida ishlashim kerak edi. Software kompaniyalarda va elektron jihozlarni aloqasini ta'minlashim kerak edi, lekin men bugun insonlar o'rtasidagi aloqani ta'minlayapman. Telekommunikatsiya emas, inson kommunikatsiyasi, networking bilan shug'ullanyapman. Va meni diplomim chang bosib yotibdi. Vaholanki kollejda o'qiganman 3 yil, keyin esa To'yra universitetda. Sportni oling. Любой sohadagi sportni, любой yo'nalishini oling. Bir xil statistikaga nazaringiz tushadi. 80% insonlar sklist bo'lib ketishadi. Nima degani sklist? Ya'ni bu sohadan boshqa sohaga ko'chadi. Ya'ni qaysidir ma'noda yengiladi, qaysidir ma'noda o'zining sohasini yangilaydi. Buni har xilcha nomlash mumkin. Так вот, sitvoy biznesga keladigan insonlar ham xuddi shunday. Shuning uchun 80% insonlar yengilishini biz bilan kiritamiz. Lekin bilasizmi? Bora-bora texnikalarimiz, instrumentlarimiz yengillashgani sari, ya'ni qulaylashib borgani sari, mana bu statistika biroz o'zgargandek bo'lyapti. Ya'ni qaysi tomonga o'zgargandek? Statistika men kuzatishimcha, mana bu 80% yengiladiganlarni ichidagilar, demak, qismani faqat shu protsentli соотношениеda ayta olmayman. Ular bu sohani как parallel olib borib, bu yerdagi sistemadan, doimiy ishlab turadigan, demak, bu yerdagi instrumentlardan foydalanib turib, o'zini kasbida ham davom etib, bunda ham daromad olib yurishni bugungi kunda uddalashyapti. Ammo baribir ularni 100%ni, 20%ni bu sohani professional tutayotgan insonlar. Demak, birinchi statistikadagi gap ekan va bu insonlarni tezda rejalari o'zgarishi, ularni deylik yengilishiga bog'liq ekan. Bu tabiat. Ikkinchi sabab, insonlar ko'pincha motivatsiya kutishadi. Bilasizmi, oxirgi 5 yil davomida, balki undan sal ko'proqdir, balki 10 yildir, lekin 5 yil aniq. Odamlar tashqi motivatsiyani kutishadi. Ya'ni tashqi motivatsiya deganda nima? Ya'ni avval unga pul ketadi, keyin u g'ayrat bilan ishlasa. Bilasiz, buni bir solishtiruvi bor. Tasavvur qiling, sovuq uyda o'tirgan, to'xtatib o'tirgan odam. Pechkani oldida o'tiribdi, yonida o'tin turibdi. Haligi pechkaga u aytyapti: "Men senga o'tin tashiyman, faqat avval meni isit" deyapti. Bu xuddi shunga o'xshaydi. Ya'ni noto'g'rimi? Ya'ni siz avval o'tinni tashiysiz pechkaga, bu o'tin olov bo'lib yonadi va pechka qiziydi va sizni qizitadi, sizni isitadi. Biznesda ham xuddi shunday. Avval siz unga o'tin tashiysiz, uni yoqasiz, uni ma'lum bir qizishini, davrini o'tkazasiz, tutasiz va u keyin sizga daromad olib keladi. Ya'ni tashqi motivatsiyani birinchi omili insonlarda mana shu. Ya'ni daromad tutadi. Yoki deylik sponsoridan yoki kimdirdan qanaqangidir bir podderskani kutadi. Aytadiki, shu podderska qilsa, meni kayfiyatimni ko'tarsada men ishlatam. Bu yanglish fikr. Bu yerda men sразу yechimini aytib ketmoqchiman. Demak, agar birinchi masalada boyaga statistika masalasida shunchaki buni bilib olib, 20% ga diqqatni qaratish bu yechimi bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi masalamizda, ya'ni tashqi motivatsiyani kutish masalasida men yechimini quyidagicha aytaman. Siz motivatsiyani o'rniga disiplinani tanlang. Nega? Chunki motivatsiya bugun bor, ertaga yo'q. Hozir bor, 2 soatdan keyin yo'q. Ertalab bor, kechqurun yo'q. Yoki ertalab yo'q, kechqurun bor. Ya'ni motivatsiya to bor, to yo'q.
Agar siz disiplina yo'lini tanlasangiz, disiplina doim sizda bo'ladi. Va o'shanda siz hech qachon yutqazmaysiz. Ya'ni motivatsiyani tanlagan inson har doim yutqazadi. Chunki motivatsiya bu mana bunaqangi shkalaga ega. Disiplina esa u bir tekis rivojlanish xususiyatiga ega. Ya'ni buni misol keltiraman. Hozir meni kayfiyatim yaxshi. Men bir ishga qo'l uryapman. Bir soatdan keyin kimdir meni kayfiyatimni tushirdi. Nimadir yuz berdi, farqi yo'q. Men qo'lim ishga bormay ish tashladim. Sabablar ming xil, million xil. Ssenariylar ham juda ham ko'p. Va menda nima yuz beradi? Men demak qilishim kerak bo'lgan ishni, bajarishim kerak bo'lgan vazifani bajara olmay qolaman. Demak, qaysidir imkoniyatni o'tkazib yuboraman. Agar disiplina tanlasam-chi? Agar disiplina tanlasam, okey, men disiplina yo'lidaman. Hozir meni kayfiyatim yaxshi. Bir soatdan keyin yoki 2 soatdan keyin kayfiyatim meni qoldi, lekin men motivatsiyaga qarab ish ko'rmayman. Men nimaga qarab ish ko'raman? Disiplinaga. Men rejamdagi ishni kayfiyatim bormi, kayfiyatim yo'qmi qilaveraman. Va davom etaman. Va faqat men doimiy tarzda davom etganligim uchun men qilayotgan ishni to'xtashi va uni qandaydir bir imkoniyatni, qandaydir bir vaziyatni o'tkazib yuborishim ehtimoli minimal. Deyarli bo'lmaydi. Demak, men har bitta imkoniyatdan maksimum nima qilaman? Foydalanaman. Va bu meni aynan demak motivatsiya emas, disiplina yo'lini tanlaganim tufayli. Va mana bu ishlar menga ko'proq preimущество nima derdi? Ustunlik beradi. Agar men motivatsiya yo'lini tanlaydigan bo'lsam, to meni ustunligim to bor, to yo'q. Agarda men disiplina yo'lini, tartib-intizom deydi, disiplinani o'zbekchasiga. Tartib-intizom yo'lini tanlaydigan bo'lsam, to menda ustuvorlik har doim meni o'zimni qo'limda. Va men bir narsani aniq bilaman. Meni hozir kayfiyatim yo'q, lekin nima qilib nima ish qilishimni bilaman. Qanday qilishim kerakligini bilaman, bajaraman. Buni bir liderlarning strategiyasi bor. Aytishadiki, agar kayfiyating yo'q bo'lsa, shunchaki tabassum qil. Jilmay. Va ishni davom et. Agar narsalarga qarama deyishadi. Nega bilasizmi? Chunki ilmiy tadqiqot shu narsani isbotlaganki, kayfiyati yo'q inson agar tabassum qilsa, ikkisidan biri bo'ladi. Yo tabassum yo'qoladi, chunki kayfiyat yomon, yoki yomon kayfiyat zo'r bo'ladi. Chunki u tabassum qilib turibdi. Ya'ni ikkalasi bir vaqtda bo'la olmas ekan. O'shaning uchun tabassum qilish juda oson. Bu bor yo'g'i mimika xolos. Va o'ylaymanki 5 minut yoki 2-3 minut hakabi tabassum qilib turish bu qiyin ish emas. Buni gapirib ham qilsa bo'ladi. Ilmiy tadqiqot shu narsani isbotlaganki, 3 daqiqadan so'ng jilmayib turgan insonning kayfiyati o'z-o'zidan yaxshi tomonga o'zgarib ketadi. Ajoyib. Shuning uchun do'stlar, men doim mana shu instrumentdan foydalanaman. Ya'ni men disiplina yo'lini tanlaganman, tartib-intizom yo'lini tanlaganman va agarda meni nimadir kayfiyatimni tushiradigan bo'lsa, shunchaki tabassum qilaman. Shunchaki kulaman. Va avtomatik tarzda miyam qilishim kerak bo'lgan ishga moslashadi. Va ishimni davom ettiraman. Ish to'xtamaydi. Mana bu ikkinchi omil. E'tibor bering. Birinchi omil demak butun diqqat e'tiborni muvaffaqiyat tomonga qaratish ekan. Ikkinchisi esa tartib-intizomni yo'lini tutish.
Va uchinchisi bu o'zi bizni bilimimizga taalluqli. Ya'ni boshidagi menga berilgan savol bor edi. Nima uchun agar bu biznes hamma uchun qulay, hamma uchun imkonli bo'lsa, muvaffaqiyatli insonlar kam? Mana uchinchisiga yetib keldik. Uchinchi sababga yetib keldik. Uchinchi sabab do'stlar bu bilim va tajriba. Bilim va tajriba bu to'g'ridan to'g'ri birinchi navbatda muvaffaqiyatli start treningiga bog'liq. Ko'pchilik mana bu muvaffaqiyatli start treningini ichidagi asosan bu 10 asos va uni atrofidagi to'plangan bir nechta mavzular. Ularni siz bilan birma-bir o'tib boryapmiz. Hozir ushbu uchrashuvimizdan so'ng men sizga o'sha videolarni muvaffaqiyatli start treningimizni ссылкасini yuborib qo'yaman. O'tirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu mavzularni bilmasligi yoki bilsa-da unga jiddiy yondashmasdan amal qilmasligi tufayli muvaffaqiyat kechikadi yoki umuman yuz bermaydi. Nima uchun kechikadi? Kechikishini sababi ertami kechmi har bitta hamkor baribir ham muvaffaqiyatli start mavzusida yoritiladigan mavzularga amal qiladi. Qancha erta hamkor bu mavzularga, ya'ni bu masalalarga amal qilsa, shuncha erta natija bo'ladi. Demak, birinchisi, bu mavzuni o'qimasdan, bilmasdan xatolar qilib, vaqt yo'qotib, boshi devorlarga urilib, g'urralar orttirib, o'ziga orttirib, ko'p yo'qotishlarni boshdan kechirib, keyin bu mavzuga kelishi mumkin. Bu birinchisi, birinchi variant. Ikkinchisi, buni prosta o'zini vaqtini ekonom qilish. Ya'ni instruksiyani, ya'ni muvaffaqiyatli start treningini yaxshilab o'rganib olib, boshqa barcha o'zini demak tajribalarini, bilimlarini chetga surib qo'yib, shunchaki shu tajribadan foydalanib amal qilish. Va tamom, natija muqarrar. Demak, muvaffaqiyatli start bu baza ekan, bu fundament. Misol keltiraman. Muvaffaqiyatli start treningidagi mavzular asosan bu 10 asos. Buni bilasizmi nimaga o'xshatsa bo'ladi? Bizda buni kitobchasi ham bor, 10 asos kitobi. Buni настольная kniga deymiz. Mana misol, yurist bo'lish uchun yuristni настольный eng avvalo bilishi kerak bo'lgan kitobi nima? Bu qonunlar, to'g'rimi? Qonunlar jamlamasi. Buni albatta bilishi, yod olishi va uni yaxshilab o'rganib chiqishi kerak. Bo'lmasa u yurist bo'la olmaydi. To'g'rimi? Yoki deylik, medik. Meditsina xodimi. Meditsinaga taalluqli ba'zi bilimlar bor. To'g'rimi? İnson anatomiyasi deyishadi, ya'ni har xil nomlashadi. İnson tanasidagi 12 sistema, har bitta organning ishlashi, ya'ni insonni tabiatini, tanasini o'rganuvchi fan, meditsina fani, ba'zi bilim bor. Busiz u meditsina xodimi bo'la olmaydi. Va hokazo. Har bitta sohani o'zini, misol uchun islom dinida bu Qur'on. Ya'ni Qur'on bilan hadislarni yodlamagan inson iymon bo'la olmagani kabi, meditsina xodimi ham medik bo'la olmaydi, meditsinani ba'zi bilimlarini olmasa. Tarmoqli marketingdagi ba'zi bilim bu do'stlar 10 asos kitobi, 10 asosdagi yozilgan ba'zi bilimlar va unga qo'shimcha uni atrofida yig'ilgan muvaffaqiyatli start mavzusini doirasidagi mavzular. Bu yerda 10 asos bor. Bu kayfiyat grafigi, bu sistema, bu demak biznes tashkil qilishning 4 ta ustuni va biznesning 12+1 qonunlari. Mana bu ba'zi bilimlardan olmasdan hamkor qandaydir bir natijaga erishishi juda qiyin. Erishishi mumkin albatta. Bunaqa holatlar ham bo'lgan. Lekin bu qandaydir bir omad deymizmi, qandaydir bir tasodif, ular juda ham kam. Ular
Do'stlar, bilasizmi, protsentni agar sootnosheniyaga hisoblasak, 100%dan balkim 0,1%dir. Bunaqa foizda ishlamagan ma'qul. Bu xuddi lotereya o'ynashga o'xshaydi. Shuning uchun lutsi eng yaxshisi mana bu bazaviy bilimlarni yaxshilab bilib tushunib va bunga amal qilgan yaxshi. O'shanda natija tezroq yuz beradi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun do'stlar, keyingi impuls uchrashuvlarida siz bilan Xudo xolasa muvaffaqiyatli startning 10 asosini yoritamiz. Keyin boshqa mavzularni yoritamiz. Hammasi yana to'planganda 2 yil sizga e'lon qilamiz. Mana do'stlar, butun bazaviy bilimlarni tugatdik. Mana shularni doimiy tarzda takrorlang, o'zingizga konspekt qiling deb keyin yana marta aytib o'tamiz. Ungacha esa buni bilib oling. Impuls uchrashuvimizda doimiy bo'ling. O'tkazib yubormang impuls uchrashuvlarini, doimiy tarzda buni yozib yuring. Mana shu. Demak, bu 3-chi omil ekan. 4-chi. Yozib olyapsizlar? 4-chi omil do'stlar, bu atrof muhit. Atrof muhit ta'siri. Ya'ni sizni o'rab turgan insonlar. Agar sizni o'rab turgan insonlar va o'zingiz ham shu jumladan hayotdan doim norozi, noshukur, atrofdagi bo'layotgan voqealarga qanday aytsam, bo'layotgan voqealarni ayblayotgan, mana shu to'g'riroq bo'ladi. Ayblayotgan, atrofdagi bo'layotgan voqealarni muhokama qilayotgan, norozi bo'layotgan, birovlarni ayblayotgan, nolayotgan, doimiy tarzda bo'lgan televizor tagida o'tirib seriallar ko'rayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, unda 1-chi, 2-chi va 3-chi omillar sizga yordam bera olmaydi. Sababi atrof muhit bizga muvaffaqiyatimiz uchun 60% ta'sirni o'z ichiga oladi. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni har bitta insonni muvaffaqiyatga erishishi yoki muvaffaqiyatsizlikka erishishini 60% buni atrof muhitida ekan. Wow! Просто wow! Ya'ni qanday insonlar sizni o'rab turibdi? Sizni fikr dunyoqarashingiz qanday? Bu juda katta ahamiyatga ega ekan. Shuning uchun biz o'ta ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Endi siz menga aytishingiz mumkin. Men nima qilay? Misol, meni erim yoki turmush o'rtog'im, ayolim yoki deylik farzandim yoki ota-onam shunaqa bo'lsa, nima qilay? Yo'q. Xavotir olmang. Hech narsa qilishga keragi yo'q. Shunchaki endilikda buni bilib oldik. Shunchaki endi ularni, bu dunyoqarashlarini inkor eting. Va o'zingizni fikrlaringizni, dunyoqarashlaringizni muvaffaqiyat tomoniga qarating. Agar seriallar ko'rib yurgan bo'lsangiz, seriallar ko'rishni doimiy tarzda mana bu bo'ladigan yangiliklar, bu yoqda nimadir portlabdi, bu nima bo'libdi, bu ajrashibdi, avariya bo'libdi, u o'libdi, bu nima qilibdi degan yangiliklarni ko'rib yurgan va shunga qiziqayotgan bo'lsangiz, shunchaki ularni inkor eting. Bu hayot. Hayotda hamma narsa bo'ladi. Alloh o'z Qur'onida, muqaddas kitobida yozib qo'yibdi. Biz odamlarni bu hayotda sinovlar bilan, har xil qiyinchiliklar bilan, yo'qotishlar bilan sinaymiz. Va ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, musulmonlarga yetkazingki, iymon keltirganlarga yetkazingki, agar ular shukr keltirsalar, mana shu yo'qotish qilganlarida biz Allohdan edik va o'ziga qaytamiz desalar, ular g'olib bo'libdilar. Ularni Alloh mukofotlaydi degan oyat bor.
Ya'ni bundan xulosa qilish kerakki, shu hayotimizda albatta kimdir o'ladi. Albatta qayerdadir mushkulotlar yuz beradi. Albatta kimdir bilmayman kasal bo'ladi. Bilmayman qandaydir bir fitnalar yuz beradi. Ajrashadi odamlar. Oilalar ajrashadi. Bolalar o'ladi. Kimdir og'ir bir musibatga duch keladi. Kimdir molini yo'qotadi, kimdir uyi yonadi, qayerdir portlaydi, nimadir bo'ladi. Bu hayot. Va biz har doim shunday narsani guvohi bo'lganimizda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishimiz kerak ekan. Ya'ni biz Allohdanmiz va o'ziga qaytamiz. Hammasi Allohdan deyishimiz kerak ekan. Ana shunday qilib o'sha insonlarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun elementarni ko'chada ketyapsiz, bir avariyaga ko'zingiz tushdi. Voy, deb turib yugurib borib, nima bo'ldi ekan, qanaqa bo'ldi ekan deb qiziqmasdan, shunchaki Alloh mushkulni oson qilsin. Deng keting. Kimdir kasal bo'lsa, og'ir yoki nimadir bo'lsa, kasal bo'lsa yoki musibat tushdi desa, Alloh mushkulni oson qilsin. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Hammamiz Allohdanmiz, o'ziga qaytamiz. Dengda keting va butun e'tiboringizni men boyaga aytgan birinchi, ikkinchi, uchinchi omilga qarating. Kimdirni bilmayman ajrashganini eshitdingiz yoki bilmayman farzandi o'lib qolganini, ota-onasi o'lib qolganini eshitdingiz. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh mushkulni oson qilsin. Alloh unga kuch-quvvat bersin. Endi uni yaxshilik bilan o'rnini to'ldirsin. Dengda yo'lingizda davom eting. Va men boyaga aytgan birinchi, ikkinchi va uchinchi omillarga e'tiboringizni qarating. Mana bu do'stlar, sakrashdagi asosingizdagi bo'layotgan, ro'y berayotgan hodisalar, sizni o'rab turgan insonlarni ta'sirini siz minimallashtirgan bo'lasiz. Va buni o'zi yetmaydi. Va endi siz har doim butun e'tiboringizni muvaffaqiyatli insonlar davrasida bo'lishga qarating. Ular bilan maksimum yaqin keling. Doim muvaffaqiyat haqida, bilmayman, yaxshiliklar, yangiliklar, misol uchun yangi mahsulotlar, sayohatlar, bilmayman, yangi avtomobil, yangi telefon, yaxshiliklar haqida gaplashayotgan suhbatlarga qo'shiling. G'iybat, musibat, qandaydir bir negativlarni tark eting. Agar mobodo shunday davraga kelib qolsangiz, agar bu davrdan misol ketishni imkoni bo'lmasa, ey do'stlar, keling mavzuni yaxshi tomonga o'zgartiramiz deb turib, ularga foyda keltiradigan mavzuga ularni ko'chiring. Shuning uchun men doim hamkorlarimizga aytaman. Doim sistemada bo'ling. Chunki biz sistemada doim muvaffaqiyat haqida gaplashamiz. Doim o'z ustida ishlash, to'g'rimi? Doim daromad, sayohat, mashina olish, mahsulotlar, salomatlik haqida gaplashamiz. Bizni sistemamizga qo'shiling. Open Day produktiga keling bugun. Har oy qilayotgan tadbirlarimizga keling. Mana yaqinda Xudo xohlasa Sumalak festivali bo'ladi. Men o'zim intizorlik bilan kutyapman bu festivalni. To'g'risi unga hozir tayyorgarliklar ko'ryapmiz. Tayyorgarliklar esa o'zgacha. Taklif. Sumalak festivaliga keling. Biz bilan mana shu muvaffaqiyatli insonlarni davrasida bo'ling. Biz uyushtirayotgan barcha tadbirlar onlayn bo'lsin, offlayn, jonli bo'lsin, hammasida qatnashing. Mana sizga imkoniyat. Ana o'shanda siz atrofingizni muvaffaqiyat haqida o'ylayotgan, o'z ustida ishlayotgan, shaxs sifatida shakllanib borayotgan, daromadlar ko'rayotgan insonlar bilan o'ray olasiz va mana bu 60% atrof muhit sizni muvaffaqiyatga ko'taradi. Menimcha hozir sizga tushuntira oldim, qanday qilib o'zingizni muvaffaqiyat to'lqiniga sozlashingiz mumkin ekanligini. Qanday qilib mana bu 60% omil
sizga pozitiv berishini o'ylaymanki, yo'lini tushuntira oldim. Ana endi 5-siga o'tamiz. 5-si do'stlar, bu sizni orzularingiz. Bu sizni maqsadlaringiz. Sababi do'stlar, orzularimiz, maqsadlarimiz, do'stlar, bu bizni boshlig'imiz. Bu bizni asosiy energiya manbayimiz. Bu bizni salomatligimiz. O'zi o'ylashingiz mumkin, hozir aytishingiz mumkin, salomatlik, qanaqasiga salomatlik bo'lishi mumkin? Orzu, maqsad deyishingiz mumkin. Men sizga aytaman-da, do'stlar, orzu maqsadingiz bu sizni sog'lig'ingiz. Bu haqda xudo xolasa muvaffaqiyatli start treningiga kirganimizda, ya'ni muvaffaqiyatli startni aynan 10 asos mavzusini yoritib etganimizda bu haqda siz bilan podrobno gaplashamiz. Qanday qilib orzu maqsad qo'yish, ya'ni insonni orzusi bo'lishi, uni sog'lig'iga qanaqa ta'siri borligini keyin men sizga ilmiy demak o'tkazilgan tadqiqotlar orqali men sizga tushuntirib beraman. Prosta shok bo'lasiz. Hozircha esa men sizga aytaman. 5-omil bu sizni orzu maqsadingiz, bu sizni ham boshlig'ingiz, ham sizni energiya manbayingiz. Hozircha чтобы siz buni maksimal darajada his qilishingiz uchun, tushunishingiz uchun shu narsani sizga aytaman. Hayot, ya'ni Alloh taolo insonga kuch-quvvat, kayfiyat, barcha unga kerakli bo'lgan resurslarni, resurs deganda bu nima nazarda tutilyapti? Resurs deganda bu absolyutno hamma narsa. Bilim, ustoz, vaqt, demak energiya, demak kayfiyat, yaxshi kayfiyat, xo'p, pul, sog'liq, vaqt va hokazo. Ya'ni siz o'sha qo'ygan orzuyingizga kerak bo'lgan nima kerak? Misol uchun qulay, kerakli insonlar kerak. Komandangizga, bilmayman, liderlar kerak. insonlar, misol siz taklif qilayotgan inson sizga ha javobi kerak. Nima kerak? Mana shuni hammasini biz resurs deymiz. Mana shu resurslarni hammasini Alloh berar ekan. E'tibor bering, orzu, maqsadi bo'lgan insongagina berar ekan. Va buni bitta isbotini sizga aytaman. An-Najm surasi. Men doim aytadigan, esingizga soladigan sura. Esizdami? Yulduz surasi. Inson intilgan narsasiga erishadi. Ya'ni Alloh taolo bandasini nimaga intilayotganiga qarab, o'sha intilayotgan narsasini qo'lga kiritishi uchun unga kerakli bo'lgan resurslarni yetkazar ekan. Unga kerakli bo'lgan resurslarni Alloh unga berar ekan. Va ana shu resurslar yordamida banda keyin o'zini maqsadlariga erishadi. O'sha resurslar biz sanab o'tgan hozirgi resurslar. Ajoyibmi? Demak, bundan xulosa qilish kerakki, agarda siz hozir kuchli komanda qurmoqchi bo'lsangiz, orzu qilishingiz kerak ekan. Agar kayfiyatingiz yaxshi bo'lishini xohlasangiz, orzungiz bo'lishi kerak ekan. Agar sizda energiya, motivatsiya bo'lishini xohlasangiz, orzu kerak ekan. Agarda siz kuchli ustozingiz bo'lishini xohlasangiz, orzu kerak ekan. Agarda siz komandangizda liderlar kerak bo'ladi, liderlar xohlayman desangiz, orzungiz bo'lishi kerak ekan. E'tibor bering, hammasi shunga bog'liq ekan. Mana sizga железобетонный faktlarga asoslangan Qur'ondan dalil, sizga isbot. Buni Margulan Seysenbayev zo'r tushuntiradi. Aytadiki, agar deydi uzoq umr ko'rmoqchi bo'lsang va deydi boy bo'lmoqchi bo'lsang, shunchaki deydi
katta bo'lgan, uzoq bo'lgan, yetishish qiyin bo'lgan deydi, orzuni, bir missiyani o'zingga tanlashing kerak deydi. Va o'shanda deydi, sen deydi hech qachon kasal bo'lmaysan va o'shanda hech qachon sen to'xtamaysan, hech qachon kuch-quvvating to'xtamaydi, hech qachon kayfiyating yomon bo'lib qolmaydi. Ja kayfiyating tushsa ham to'g'ranib ketasan. Nimaga? Chunki toki u orzuyingizga, o'sha qo'ygan maqsadingizga erishguningizga qadar vaqt ko'p o'tganidan bu sizning butun hayotingiz bo'lib qoladi. Demak, butun hayotingiz davomida kasal bo'lishingiz, tushkun ahvolga tushishingiz yoki deylik, bilmayman, o'sha energiya bo'lmasligi oldin olinar ekan. Tushundingizmi? Aleksey Setlikov 4 marotaba doktor nauk. Aytadiki, agar uzoq umr ko'rmoqchi bo'lsangiz, orzularingizni ko'paytiring. Har kuni orzu qo'shib boring va imkon qadar toping shunaqangi bir uzoq muddatda erishiladigan orzu qo'ying deydi. Uy ham. Kichkinalari ham bo'lsin, o'rtasi ham, kattasi ham bo'lsin deydi. Va ilm fan orqali, aniq faktlar orqali isbotlab tushuntirib beradi. Aytadiki, ya'ni orzusi bor inson deydi, kasal bo'lmaydi. Kasal bo'lsa-da tez tuzalib ketadi deydi. Bu 4 marta doktor nauk bo'lgan insonni gapini sizga aytyapman. Tushunyapsizmi? O'sha uchun beshinchisi men sizga aytaman, orzu. O'ylaymanki, men sizga bugun sanab o'tgan 5 tasini yaxshilab o'zingizga yozib oldingiz. O'zingizga bugun saqlab qo'ydingiz. Endi bugundan e'tiboran o'zingizni doim har kuni taftish qiling. Har kuni o'zingizni kontrol qiling. Men mana shu 5 ta omilni o'zimda jamlayapmanmi, yo'qmi? Men bugun mana shu 5 ta omilda bo'lyapmanmi, yo'qmi? O'zingizni har doim kontrol qiling. Komandangizni kontrol qiling. Komandangiz ham mana shu 5 tada bormi, yo'qmi? Ana o'shanda Xudo xolasa muvaffaqiyat sizni do'stingiz, hamrohingiz, butun umrlik sizni tarafdoringiz bo'ladi. Do'stlar, siz bilan bugun bitta to'lqinda uchrashganimdan xursandman. Ushbu bilimlarni, tajribalarimni bo'lishayotganimdan xursandman. Demak, Alloh menga bundan-da ko'prog'ini beradi inshaalloh. Va siz ham muvaffaqiyatga, natijalarga tezroq erishasiz va birgalikda siz bilan Xudo xolasa muvaffaqiyat to'lqinida doimiy bo'lib yuramiz, Xudo xolasa.